soati ko'rib tushagan. Tushga nimalar kirmaydi ya? Voy, hadi. Turqiy ko'rsin sani, ha? Qo'shnimiz chiqibdi. Tuxumg'onlaganimni bilib qopti. O'zdirdi o'raydi. Shunga shuncha vahima qilyapsanmi? Bo'pti, hozir chiqaman. Assalomu alaykum qo'shni. O'g'lingiz dastidan tinchlik bormi? Bir indamadim, ikki indamadim. Uyimga kirib tug'ilgan tuxumni o'g'lab chiqib ketibdi. Aka, tarbiyasiga bunday qarab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Voy, ikki dona tuxumga shuncha vahima qilyapsizmi? Olib beraman bir reshotga. Men pulni qarang, u filmni ko'rganmiz-a? Yo'q, grek qilib beraman. Kompyuterxonada mazza qilib o'ynaymiz. Yo, o'rtama o'qishga borib kelayotgan o'shadilar. Sute, senga qatdan aytdim. Qachon keladi endi bu? Assalomu alaykum. Dastavka sizgamidi? Ha, menga. 150 ming so'm bo'ldi. Aka, hozir kimni topib chiqib beraman? Bo'ldi. Bu ham yedi. Nomeri ham o'chib, etaj ham belgilamagan. Voy, aldab ketdim yana. Onasi, tusha qol. Men choyxonaga o'tib kelay. Shu o'g'lingizni tarbiyasi bilan siz shug'ullanib qo'ysangiz bo'lardi. Har kuni har narsa o'g'irlab kelyapti. Endi bu turishda o'g'irvatchi bo'ladimi? O'g'il bola bo'lgandan keyin sho'x bo'ladi-da. Bir o'g'irlik qilsa, qipti-da, hech narsa qilmaydi. O'zimga o'xshagan zato shu ustida. Foydasi yo'q ekan gapirish.